Bir savol bersam, Timur musulmonmidi? Timur haqiqiy musulmon edi. E'tiqodi musulmon edi. E'tiqodiga ko'ra ahli sunna mazhabiga mansub. Mazhabiga hurmatli bir musulmon edi. Faqat o'zini eng buyuk inson deb bilardi. Derdiki, gapni go'zalligini qarang. Modomiki yuqorida yagona Alloh bor ekan, yerda ham yagona hukmdor bo'lishi kerak. Yuqorida bitta bo'lsa, pastda ham bitta bo'lishi kerak va u men bo'laman. Yuqorida Alloh, pastda Timur. Qanday buyuk iddao? Yuqorida Alloh, pastda Timur. Buyuk iddaosi bu. Bu g'oya ortidan atrofdagi hamma hukmdorlar bilan jangga kirishdi. Bu janglar ortidan yolg'iz o'zi qisqa fursatda yirik va qudratli davlat bunyod qildi. O'rta Osiyoga, Hindistongacha kengaydi. Rossiya yerlariga hukmdor bo'ldi. Anadolu Erongacha keldi. Timurning bir da'vosi bor edi: menga tobe bo'l. Timur Yildirim Boyazidga dediki, menga tobe bo'l. Men amirman va dunyodagi yagona hukmdor menman. Menga tobe bo'l.